Atari yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan aziz yurtdoshlar, agar siz hozirda shu yosh oralig'ida bo'lsangiz, bu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilaman. Bu sizning kelajagingiz, pensiyangiz, butun hayotingizga ta'sir qiladigan juda muhim va shoshilinch xabar. Yaqinda qabul qilingan qonun ko'pchilik uchun shok bo'ldi va agar siz hozir harakat qilmasangiz, juda katta muammolarga duch kelishingiz mumkin. Men hozir gapiradigan qoidalar minglab, balki millionlab insonlarning taqdirini hal qilishi mumkin. Bu faqatgina qog'ozbozlikdagi kichik o'zgarish emas. Bu sizning yillar davomida to'plagan mehnat stajingizni saqlab qolish yoki uni butkul yo'qotib qo'yish masalasi. Bu sizning har bir mehnatingizni tan olish yoki tan olmaslik, kelajagingizni ta'minlash yoki uni xavf ostiga qo'yish haqida. Shu sababli iltimos hozirroq kanalimizga obuna bo'ling, bu videoga like bosing va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, toki bunday muhim xabarlarni o'tkazib yubormang. Va eng muhimi, bu videoni imkon qadar ko'proq do'stlaringiz va qarindoshlaringizga yuboring. Chunki vaqt juda oz va har bir daqiqa qimmatli. Bu xabarni tarqatish orqali siz kimningdir hayotini saqlab qolishingiz, ularning uzoq yillik mehnati befoyda ketmasligiga yordam berishingiz mumkin. Muammoning mohiyati avval qanday edi? Ko'pchiligimiz, ayniqsa gartim yoshdan oshgan fuqarolarimiz Sovet davridan qolgan yoki mustaqillikning ilk yillarida berilgan mehnat daftarchalariga egamiz. Bu daftarchalar bizning butun mehnat faoliyatimizning isboti edi. Eslaysizmi? Yashil, ba'zan qora rangli ichi to'ldirilgan har bir sahifasida muhri bor kitobchalar. Ular jismoniy hujjatlar bo'lib, har bir ish joyida, kadrlar bo'limida har bir ishga kirish, lavozim o'zgarishi, ishdan bo'shash to'g'risida yozuvlar kiritilar, shtamposilar, mas'ul shaxslarning imzolari qo'yilar edi. Pensiya hisoblashda ushbu daftarcha asosiy hujjat edi. Siz uni pensiya jamg'armasiga olib borardingiz. Ular u yerdagi yozuvlar asosida mehnat stajingizni hisoblab chiqishardi va tamom. Jarayon ancha oddiy va tushunarli edi. Garchi qog'ozbozlik biroz vaqt talab qilsa-da, natijasi aniq edi. Hatto yozuvlar xato bo'lsa, uni to'g'irlash uchun arxiv yoki korxonadan ma'lumotnoma topish yetarli bo'lardi. Ammo yaqinda qabul qilingan qonunga ko'ra endi vaziyat tubdan o'zgardi. 2010 yilgacha bo'lgan davrga oid mehnat faoliyatingiz agar u elektron bazaga kiritilmagan bo'lsa, pensiya hisoblashda qisman yoki umuman hisobga olinmasligi mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu shok xabar, chunki ko'pchilikning butun umri 20 yillik, 30 yillik mehnat staji agar u ma'lum bir tartibda raqamlashtirilmagan yoki tasdiqlanmagan bo'lsa, oddiy qog'oz parchasi bo'lib qolishi mumkin. Bu albatta sizning pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qiladi. Chunki pensiya miqdori nafaqat ish haqqi miqdoriga, balki mehnat staji davomiyligiga ham bog'liq. Staj qancha ko'p bo'lsa, pensiya miqdori ham shuncha yuqori bo'ladi. Stajingiz yo'qolsa, pensiyangiz keskin kamayishi yoki hatto minimal darajaga tushib qolish xavfi bor. Buning sababi mamlakatimizda tizimni modernizatsiya qilish, qog'ozbozlikdan butunlay qutulish, byurokratiyaning oldini olish, korrupsiyaning barcha shakllariga barham berish va barcha ma'lumotlarni markazlashtirilgan xavfsiz elektron tizimda saqlash. Bu o'z-o'zidan juda yaxshi va progressiv maqsad. Elektron tizim kelajakda hujjatlarni yo'qotishning oldini oladi. Pensiya tayinlash jarayonini tezlashtiradi, shaffoflikni oshiradi va insonga qarab muomala qilish amaliyotiga chek qo'yadi. Ammo bu global o'zgarish jarayoni. Eski va yangi tizimlar o'rtasidagi o'tish davri ko'pchilik uchun ma'lum bir murakkablik va xabardorlikni talab qilmoqda. Ayniqsa, oldingi davrlarga oid ma'lumotlarni elektronlashtirish vazifasi hozirda fuqarolarning zimmasiga yuklatilmoqda. Chunki eski korxonalar yopilib ketgan, arxivlar chalkashib ketgan yoki ba'zi hollarda umuman saqlanmagan bo'lishi mumkin. Natijada ushbu jarayonni bilmagan, bunga e'tibor bermagan fuqarolar o'z mehnat stajini isbotlay olmaslik xavfi ostida qolmoqdalar. Batafsil tahlilsiz bilishi kerak bo'lgan asosiy narsa shundaki, endi sizning qog'oz mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvning elektron bazada aks etishi mutlaqo muhim. Agar u elektron bazada bo'lmasa, uni rasmiylashtirishingiz shart. Bu ayniqsa 2010 yilgacha bo'lgan davrda turli tashkilotlarda ishlaganlar, ayniqsa kichik korxonalar, fermer xo'jaliklari, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, MCSJ'lar yoki hattoki hozirda yopilib ketgan korxonalarda ishlaganlar uchun juda dolzarb masala hisoblanadi. Chunki aynan shu turdagi tashkilotlarda kadrlar hisoboti ba'zan noto'g'ri olib borilgan. Ma'lumotlar
arxivga o'tkazilmagan yoki ma'lumotlar elektronlashtirish jarayonida e'tiborsiz qoldirilgan bo'lishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda Dartin yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan barcha fuqarolar. Chunki sizning pensiya yoshingiz yaqinlashmoqda yoki siz allaqachon pensiya yoshiga yetgansiz va aynan shu davrda, ya'ni 2010 yilgacha bo'lgan yillarda sizning eng ko'p mehnat stajingiz to'plangan bo'lishi mumkin. Bu yillar sizning pensiyangiz miqdorini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ikkinchidan, o'z mehnat daftarchasini bir martadan ortiq yo'qotib qo'yganlar yoki unga noto'g'ri yozuvlar kiritilgan deb hisoblaydiganlar. Agar daftarcha yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash jarayoni yangi qoidalar bilan yanada murakkablashgan. Chunki endi elektron bazadan tasdiqlash talab qilinadi. Uchinchidan, 2010 yilgacha ish joylari tez-tez o'zgarib turgan, ayniqsa rasmiyatchilikka unchalik e'tibor berilmaydigan joylarda ishlaganlar. Masalan, kichik tadbirkorlik subyektlari, yakka tartibdagi tadbirkorlar yonida ishlaganlar yoki qishloq xo'jaligida norasmiy band bo'lganlar. To'rtinchidan, yopilib ketgan korxonalarda ishlaganlar. Agar sizning ish joyingiz yopilib ketgan bo'lsa va uning arxiv ma'lumotlari boshqa joyga o'tkazilmagan bo'lsa, stajingizni tasdiqlash juda qiyin bo'ladi. Kimlar unchalik xavotirlanishi shart emas. Asosan faqat 2010 yildan keyin ish boshlagan yoshlar. Chunki ularning mehnat faoliyati boshdanoq elektron tizimda qayd etilgan bo'ladi yoki doimiy ravishda bitta katta davlat tashkilotida uzluksiz ishlagan va ularning kadrlar bo'limi barcha hujjatlarni o'z vaqtida to'g'ri rasmiylashtirib kelgan shaxslar. Chunki bunday tashkilotlar odatda elektron bazalarga ma'lumotlarni o'z vaqtida kiritishga ulgurgan bo'lishadi va buning uchun mas'uliyatni his qilishadi. Ammo bu ham tekshirishdan ozod qilmaydi. Chunki inson omili tufayli xatolar bo'lishi mumkin. Keling, real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol salbiy holat Anvar akaning misolini ko'rib chiqaylik. Anvar aka 6 yoshda. U o'zining mehnat faoliyatini 1995 yilda kolxozda oddiy ishchi bo'lib boshlagan. Keyin fermer xo'jaligida ishlagan. So'ngra kichik bir qurilish firmasiga ishga kirgan. Jami 35 yil staji bor. Uning mehnat daftarchasi eski, sarg'aygan. Ba'zi joylarda yozuvlar biroz o'chgan. U pensiyaga chiqa turib, pensiya fondiga borganida unga 2008 yilgacha bo'lgan 20 yillik staji elektron bazada yo'qligi sababli hisoblanmasligi mumkinligi aytilgan. Bu Anvar aka uchun katta zarba bo'ldi. Uning 20 yillik mehnat staji shunchaki yo'q bo'lib ketishi xavf ostida qoldi. Bu uning pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Uning oilasi, turmush darajasi bundan katta zarar ko'radi. Endi u eski ish joylaridan ma'lumotnomalar topishi kerak, lekin kolxoz yo'q bo'lib ketgan. Fermer xo'jaligi esa egasini o'zgartirgan. Bu uning uchun juda katta bosh og'rig'iga aylangan. Ikkinchi misol, harakatni talab qiluvchi holat yoki Dilorom opani olaylik. U 55 yoshda. O'zining mehnat faoliyatini 1990 yilda qishloq maktabida o'qituvchi bo'lib boshlagan, keyinroq shu maktabda direktor o'rinbosari, so'ngra maktab direktori lavozimida faoliyat yuritgan. 2012 yilda sog'ligi tufayli ishdan ketgan. Uning mehnat daftarchasi tartibli, barcha yozuvlar joyida, har bir sahifasida direktor imzosi va muhrlar bor. Lekin u ham hali bu ma'lumotlarni elektronlashtirish jarayonini amalga oshirmagan. U doimiy ravishda bitta davlat tashkilotida ishlaganligi sababli uning ma'lumotlari markaziy bazaga kiritilgan bo'lishi ehtimoli yuqori, ammo bu degani u tekshirmaslik kerak degani emas. Agar u hozir harakat qilsa, o'z stajini tekshirib, agar kamchilik bo'lsa, ularni to'g'rilasa, uning butun staji saqlanib qoladi va munosib pensiya oladi. Agar kechiksa, uning ham bir qismi yo'q bo'lishi mumkin. Chunki eski kadrlar bo'limi xodimi ishdan ketgan bo'lishi yoki arxiv hujjatlar topilmay qolishi ehtimoli bor. Dilorom opa misolida xavf bor, lekin uni bartaraf etish imkoniyati ham bor. Faqat hozir harakat qilish kerak. Uchinchi misol yashirin muammo. Ba'zida odamlar o'z stajlari rasmiylashtirilgan deb o'ylashadi. Chunki ularning o'rniga tashkilotning mas'ul shaxsi elektron bazaga ma'lumotlarni kiritgan bo'ladi. Lekin tekshirish jarayonida ma'lum bo'ladiki, o'sha mas'ul shaxs faqat 2010 yildan keyingi ma'lumotlarni kiritgan yoki undan oldingi davrga oid ma'lumotlarni noto'g'ri kiritgan bo'lishi mumkin. Masalan, Gulnora opaning 1995-2005 yillardagi ishlagan davri xato bilan yozilgan. Mehnat daftarchasida 10 yil staj mavjud bo'lsa-da, elektron bazada xato tufayli atigi 2 yil ko'rsatilgan. Bu esa kelajakda uning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi.
Gulnora opa mening hujjatlarim tartibli-ku deb xotirjam yurganda, uning o'rniga kiritilgan ma'lumotlardagi xato tufayli katta muammoga duch kelishi mumkin edi. Bu shuni ko'rsatadiki, har bir fuqaro shaxsan o'z ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Bu vaziyatning yuzaga kelishining asosiy sababi mamlakatimizda mehnat stajini elektron hisoblash tizimiga bosqichma-bosqich o'tilishi. Oldin bu ixtiyoriy xarakterga ega bo'lgan bo'lsa, hozirda majburiy tus olmoqda. Natijada oldingi qog'oz shaklidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda yangi tizimga o'tmagan. Chunki barcha korxonalar bir vaqtning o'zida ma'lumotlarni to'liq kiritishga ulgurmagan. Ba'zi korxonalar yopilib ketgan, ba'zi arxivlar esa yo'qolib ketgan. Bu tizimlar o'rtasidagi uzilishlar va inson omili tufayli yuzaga kelgan xatolar tufayli yuzlab, minglab insonlar o'z stajlarini yo'qotish xavfi ostida qolmoqda. Bu esa nafaqat iqtisodiy jihatdan pensiyaning kamayishi, kamroq nafaqa olish, balki psixologik jihatdan ham og'ir zarba bo'lishi mumkin. Axir butun umr ishlagan inson o'z mehnati samarasini ko'rmasa, uning hayoti davomidagi harakatlari qadrlanmasa, bu juda adolatsizlik va chuqur ruhiy tushkunlikka olib kelishi mumkin. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar albatta. Har qanday qonunda istisnolar va maxsus holatlar bo'ladi. Masalan, ba'zi bir professional faoliyat turlari yoki maxsus sharoitlarda ishlagan fuqarolar uchun ma'lum muddatgacha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Ammo bu istisnolarni ham aniqlashtirish va ular doirasiga tushishingizni isbotlash kerak. Misol uchun, nogironligi bo'lgan shaxslar, harbiy xizmatchilar, ichki ishlar organlari xodimlari, ma'lum bir kasb egalari, masalan, zararli sharoitlarda ishlaganlar uchun maxsus qoidalar mavjud bo'lishi mumkin. Ammo ular ham o'z hujjatlarini tartibga solishlari shart. Ularning ham stajlari elektron bazada to'g'ri aks etganiga ishonch hosil qilishlari lozim. Aks holda o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozli pensiyalarni yoki maxsus pensiya turini olishda muammolar paydo bo'ladi. Eng katta tuzoq bu xabardorlikning pastligi va ishonchsizlik. Ko'pchilik mening eski mehnat daftarcham bor-ku, u qanday qilib hisoblanmasin, u hisoblanadi deb o'ylaydi va oxirgi daqiqagacha kutadi. Ammo keyin kech bo'lishi mumkin. Muddatlar qisqa bo'lishi yoki ma'lumotlarni tiklash uchun zarur bo'ladigan tashkilotlarning arxivlari yo'qolib ketishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan hujjatlarni topish imkoniyati kamayib boradi. Yana bir tuzoq firibgarlar. Ba'zi bir shaxslar o'zlarini pensiya maslahatchilari yoki hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha mutaxassislar deb tanishtirib, go'yo sizning muammoingizni pullik asosda hech qanday qiyinchiliksiz hal qilishni taklif qilishlari mumkin. Ehtiyot bo'ling. Bunday ishlarni faqat rasmiy tashkilotlar, Davlat pensiya jamg'armasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi yoki davlat xizmatlari markazlari orqali hal qilish kerak. Ularga murojaat qilish bepul va qonuniy kafolatlarga ega. Firibgarlar sizning pullaringizni olib, muammoingizni hal qilmasdan g'oyib bo'lishlari yoki sizga soxta hujjatlar taqdim etishlari mumkin. Bu esa sizni yanada katta muammolarga olib keladi. Qo'shimcha bir nuansa shuki, agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz va o'sha mamlakatlar bilan O'zbekiston o'rtasida mehnat stajini o'zaro tan olish bo'yicha bitimlar mavjud bo'lmasa, u staj ham hisobga olinmasligi mumkin. Bu alohida masala va uni alohida o'rganish kerak. Ko'pchilik o'z yurtida ishlab, keyin chet elga ishga ketgan, u yerdan kelib yana shu yerda ishlagan. Uning chet eldagi staji agar xalqaro shartnomalar bo'lmasa, O'zbekiston pensiya hisoblashda inobatga olinmaydi. Shuningdek, agar sizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlar xato bo'lsa, masalan, ishga kirish yoki chiqish sanalari noto'g'ri bo'lsa yoki korxona nomi o'zgargan bo'lsa-yu, bu haqida tegishli yozuv kiritilmagan bo'lsa, bu ham muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bunday holatlarda arxivdan ma'lumotnoma yoki ish joyidan tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Har bir kichik xato kelajakda katta muammoga aylanib qolishi mumkin. E'tibor bering, ba'zi holatlarda sizning ish beruvchingiz siz haqingizdagi ma'lumotlarni elektron bazaga kiritgan bo'lsa ham, bu ma'lumotlar to'liq yoki to'g'ri kiritilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, ishga kirish va chiqish sanalari to'g'ri, lekin ish stajining umumiy hisob-kitobida xatolik bo'lishi mumkin. Yoki sizning lavozimingiz yoki ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar noto'g'ri aks ettirilgan bo'lishi mumkin. Pensiya nafaqat stajga, balki ish haqi miqdoriga ham bog'liq ekanligini unutmang. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, bu sizning pensiya miqdoringizga bevosita salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun shunchaki ma'lumotim kiritilgan deb xotirjam bo'lmasdan, uni shaxsan o'zingiz tekshirishingiz
va har bir tafsilotiga e'tibor berishingiz juda muhim. Ishonch hosil qilish uchun hatto stajingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa ham ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni ham tekshirish zarur. Amaliy maslahatlar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni tashlashingiz shart? Birinchi va eng muhim qadam o'z mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotlar elektron bazaga kiritilganmi yoki yo'qmi? Shuni tekshirish. Buning uchun siz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kirishingiz mumkin. Agar sizda elektron raqamli imzo yer bo'lsa, u yerda mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar xizmatini topib, shaxsiy kabinetga kirib tekshirishingiz mumkin. Yerini olish unchalik qiyin emas. Buning uchun davlat xizmatlari markaziga pasportingiz bilan murojaat qilsangiz bo'ladi. Agar eri bo'lmasa yoki uni olishga vaqtingiz bo'lmasa, uni olish shart emas. Siz istalgan davlat xizmatlari markaziga DXM pasportingiz bilan borib operatorga murojaat qilsangiz, ular sizning ma'lumotlaringizni tizim orqali tekshirib berishadi va kerak bo'lsa elektron ma'lumotnoma berishadi. Bu butunlay bepul va tezkor jarayon. DXM xodimlari sizga qaysi davrlarga oid ma'lumotlaringiz mavjud emasligi yoki xato ekanligi haqida aniq ma'lumot bera oladilar. Ulardan sizning elektron mehnat daftarchangizdan ko'chirma berishni so'rang. Shunda siz barcha yozuvlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ikkinchi qadam, agar sizning mehnat stajingiz to'liq kiritilmagan yoki xatolar mavjudligi aniqlansa, unda keyingi qadam uni to'g'irlash. Buning uchun siz avvalo o'zingizning asl mehnat daftarchangizni olib, undagi har bir yozuvni elektron bazadagi ma'lumotlar bilan solishtirib chiqishingiz kerak. Qaysi davrlar tushib qolgan yoki qaysi ma'lumotlar noto'g'ri ekanligini aniqlang. Har bir sanani, har bir tashkilot nomini, har bir lavozimni diqqat bilan tekshiring. Kichik tafsilotlar ham muhimdir. Uchinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plash. Tushib qolgan yoki noto'g'ri ko'rsatilgan stajni tasdiqlash uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasi asli va nusxasi. Asl nusxani doim o'zingizda saqlang, faqat nusxalarini taqdim eting. Ish joyidan ma'lumotnoma, agar korxona hali ishlayotgan bo'lsa, ularning kadrlar bo'limiga murojaat qilib, ish davringizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olishingiz shart. Ma'lumotnomada ishga qabul qilish va bo'shatish sanalari, lavozimingiz, korxonaning to'liq nomi va rekvizitlari aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Arxivdan ma'lumotnoma, agar korxona yopilgan bo'lsa, uning arxivi qayerga o'tkazilganini aniqlashingiz kerak bo'ladi. Ko'pincha bunday arxivlar tuman yoki shahar arxivlarida saqlanadi. O'sha yerdan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Bu biroz murakkabroq jarayon bo'lishi mumkin, ammo juda muhim va o'z stajingizni saqlab qolish uchun shart. DXM xodimlari sizga qaysi arxivga murojaat qilish kerakligi haqida ma'lumot berishlari mumkin. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlarning nusxalari. Agar bu hujjatlar sizda saqlangan bo'lsa, ularni ham ilova qiling. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar pensiya hisoblashda muhim bo'lsa, ya'ni agar siz 2005 yilgacha ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrdagi ish haqi ma'lumotlarini ham taqdim etishingiz talab qilinishi mumkin. Ayrim holatlarda sud tartibida guvohlarning ko'rsatmalari ham hisobga olinishi mumkin, ammo bu oxirgi chora hisoblanadi va uning o'z tartiblari bor. Guvohlar siz bilan birga ishlagan shaxslar bo'lishi va ularning ko'rsatmalari bir-birini tasdiqlashi lozim. 4-qadam, to'plangan hujjatlar bilan Davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish. U yerda sizga mehnat stajini elektron bazaga kiritish yoki mavjud ma'lumotlarni to'g'irlash xizmatidan foydalanish bo'yicha ariza yozdirishadi. Arizaga barcha to'plangan hujjatlarni ilova qilasiz. Barcha hujjatlarning nusxalarini topshirganingizga va asl nusxalarni o'zingizda saqlab qolganingizga ishonch hosil qiling. Mutaxassislar sizning murojaatingizni ko'rib chiqishadi va belgilangan muddatda javob berishadi. Odatda bu jarayon bir necha haftani talab qilishi mumkin. Ba'zi murakkab holatlarda esa undan ham ko'proq vaqt ketishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmasdan murojaat qilish juda muhim. 5-qadam, jarayonni kuzatish va nazorat qilish. Siz arizangizning holatini myTONGov.uz portali orqali yoki DXMga qayta murojaat qilib bilib turishingiz mumkin. Har doim o'z murojaatingizning raqamini yoki qabul qilinganligi haqidagi ma'lumotnomani saqlab qo'ying. Agar qandaydir sabablarga ko'ra sizga rad javob berilsa, sababini aniqlashtiring va kerak bo'lsa, yana qo'shimcha hujjatlar to'plab qayta murojaat qiling. Mutaxassislardan aniq qaysi hujjat yetishmayotgani yoki qanday kamchilik borligini so'rang.
Agar muammo hal bo'lmasa, yuqori turuvchi organlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga shikoyat qilish huquqingiz bor. O'z huquqlaringizni himoya qilishdan cho'chmang. Qo'shimcha maslahat. Unutmang, bu jarayonni o'zingiz hal qilishingiz mumkin. Hech kimga pul berib o'tirishning keragi yo'q. Agar sizda qandaydir sabablarga ko'ra BXMga borish imkoniyati bo'lmasa, oila a'zolaringiz yoki ishonchli shaxslaringiz sizning nomingizdan harakat qilishi mumkin. Ammo buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma kerak bo'ladi. Shuningdek, har bir qadamni hujjatlashtirishga harakat qiling. Arizalarning nusxalari, olingan ma'lumotnomalar, javob xatlari, bularning hammasini saqlab qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda sizga yordam beradi. Go'yoki sizning shaxsiy advokatingizdek ishlaydi. Oxirgi amaliy maslahat: bu jarayon murakkab tuyulishi mumkin, ammo e'tibor bermaslik yanada yomon oqibatlarga olib keladi. Sizning bir necha soatlik harakatingiz sizning kelajakdagi pensiyangizni ta'minlaydi. Shuning uchun hech ikkilanmasdan bugunoq harakatni boshlang. Kech qolish har biringizning kelajagingiz uchun jiddiy moliyaviy va ijtimoiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz tomoshabinlar, bugungi videoda men sizga 40 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimiz uchun juda muhim bo'lgan bir masalani, ya'ni mehnat stajini elektron bazaga kiritish zaruriyatini va buning qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini batafsil size tushuntirib berdim. Unutmangki, bu sizning kelajakdagi pensiyangiz va farovon hayotingiz uchun juda muhim qadamdir. Vaqt juda oz. Shuning uchun zudlik bilan harakat qiling. Bugun boshlasangiz, ertangi kuningiz xotirjam o'tadi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va bu boradagi shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning savollaringiz bizga keyingi videolarda yana qaysi mavzularni yoritish kerakligini ko'rsatadi. Tajribangiz esa boshqa tomoshabinlarimiz uchun ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosishni unutmang va agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling, toki biz bunday muhim ma'lumotlarni sizga o'z vaqtida yetkazib bera olsak. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling. Mehnat stajingizni yo'qotib qo'yishdan ehtiyot bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha